Salom hammaga. Kvartiraga ijaraga chiqqan oilamiz. Ishlash uchun kvartira ijaraga oldik. Nima deb o'ylaysizlar? Ishlash uchun kvartira yaxshimi yoki hovli uy yaxshimi? Yosh bolalarim bor. 3 ta, 3 yosh, 2 yosh va 4 oylik chaqalog'im bor. Birgalikda sizlar bilan qishni o'tkazamiz. Mana shu ijara uyda. Bu ijara kvartiramiz 4 xonali ekan. Isitish tizimi, konditsioneri bor va oshxona tarafda tabiiy gaz orqali isiydigan pechkasi bor ekan. Shu orqali isiydi ekan. Deyarli o'zi jihozlangan. Biz ayrim kerakli narsalarni olib keldik xolos. Shu joy oshxona. Nima deb o'ylaysizlar? Bu nechi pul? Ijara puli $200. Yaxshimi bu?